Abu Qatada radhiyallohu anhudan naql qilinib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir hadis qudusida Alloh taoloning mundoq deganligini naql qiladi. Men ummatingga 5 vaqt namozni farz qildim va o'zimga shundoq va'da qildimki, qandoq bir odam 5 vaqt namozni vaqtida o'qishga ahamiyat bergan holda mening oldimga kelsa, uni jannatga kirgizaman. Kimki namozlarga ahamiyat bermasa, mening onunga beradigan va'dam yo'q. Ey namoz o'qimaydigan kishi, Allohning bu va'dasini bilgandan keyin namoz o'qimaslik Allohning va'dasiga yolg'onchi deb tuhmat qilganlik va bu va'dani kamsitganlik emasmi? Kel, bu va'daga quloq sol. Bo'lmasa haqiqatan kechikkan bo'lasan.